Selam dostlar. Kazanımız boyunca seyahatimizni devam etamiz. Hem biz bugün 2 taqir Sovetlar Soyuzu giroyi Nikolay Stolярov muzeyinde. Muzey Kirov rayonining 32 maktabinde o'rnashgan. Hem biride yaqincha 180 eksponat saqlana. Nikolay Stolярov 1922 yılının 22 mayında Qozonda ishchi oilasida tuva. Hem bu ul 1922 yıldan 41 yılga kadar yaşagan yurt. Stolyarovlar yurti Dara bistesinde o'rnashgan bo'la. Hem kızg'anish ul bugungi kunga qadar saqlanmagan. Nikolay Stolярov 4 baladan turgan zo'r oilada o'sa. Hem ularning atilari bistede tanılgan teguvchi bo'la. Nikolay maktabda 4-5 bilgilerine gene okuy. Hem şuluk vakitte aeroklubda şug'ullana. 1941 yılda Nikolay Stolярov Sverdlov shaharida o'rnashgan aviatsiya maktabine harbiy xizmatga chaqirila. Hem şulu yılının iyununda 1941 yılda Buyuk Vatan Soğuşu başlana. Stolярov faşist ilbasarları bilen eng ilk U-2 samolyotunda kurasha. Soğuş başlanganda faşistlar U-2 samolyotlarından Rus faner deb kelganlar. Lekin ondan so'ng hurmat etib olarni Temir Gustav deb erta başlaganlar. So'ngroq Stolярov Il-2 samolyotunda ucha başlay. Hem ona 96 harbiy uçuşdan so'ng Sovetlar Soyuzu giroyi ismi birinchi taqir beriladi. Bu isimga birinchi taqir loyiq bo'lganda ona nebari 22 yosh bo'la. So'g'ishon uçuşları vaqtida Nikolay Stolярov 2 истребитель, 1 bombardirovщик, 52 tank, 24 nemis batareyasi, 200'den ortiq avtomashina ham sklad, yerda turgan 5 samolyotni yo'qqa chiqara. Ikkinchi taqir Nikolay Stolyarovga Sovetlar Soyuzu giroyi ismin Buyuk Vatan Soğuşu tamamlanib 1 oy o'tgandan so'ng beralar. Nikolay Stolярov Tataristonda 2 taqir Sovetlar Soyuzu giroyi ismine loyiq bo'lgan birden bir shaxs. Il bo'yicha 104 kishi. Shunday muzeyda Nikolay Stolyarovning shaxsiy ayblari saqlanadi. Masalan, onun KPSS tarixi bo'yicha konspektlar daftari, telefoni, perchatkalari ham shaxsiy foto albomi bilan o'sha kitobi. Shunday bunda onun shaxsiy kiyimlari da bor. Nikolay Stolярov 1993 yılının 23 fevralında Moskvada vafot bo'la. Muzeyda shulay Qozon aeroklubi tarixi bilan da tanishib bo'la. Buyuk Vatan Soğuşu vaqtida aeroklubning 11 o'quvchisi Sovetlar Soyuzu giroyi ismine loyiq bo'la. Onlar orasında Mikhail Zvetayev da var. Muzeyning eshiklari har kim uchun da ochiq. Tanılgan shaxslarni biligiz, tugan yaq tarixini o'rganigiz. Sog' bo'linglar.